qanaqa qilib hammasiga ulgurasiz yoki bo'lmagan gap bir payt o'zida ham ishlab, ham ro'zg'orga qanaqa qilib ulgurish mumkin yoki odamning miyasi bitta loyihadan loyihaga sakrashga qiynaladi. Siz bo'lsa u ishdan bu ishga sakrab ketyapsiz. Buni qanaqa qilib eplaysiz degan savollarni juda ham ko'p eshitaman, ayniqsa shogirdlarimdan. Shuning uchun ham bugun bu videoni olishga qaror qildik. Ya'ni bu video orqali men sizga birdaniga shu savollarga javob berib, samaradorlik va vaqtni qanaqa qilib taqsimlash bo'yicha yordam beradigan 7 ta qadam bilan bo'lishmoqchiman. Shu 7 ta qadam meni o'zimni ham samaradorligimni oshirishga, daromadimni birdaniga keskin ko'tarilishiga va birdaniga bozorga mingdan ziyod shogirdlarni qisqa vaqt ichida yetishtirib chiqarishimga yordam bergan. Shuning uchun sizdan bittagina talab, oldingizga daftar olib oling, yaxshiroq o'rnashib oling va videoni oxirigacha tomosha qiling. Birgalikda qanaqa qilib vaqtni taqsimlashni o'rganamiz. Avvalo tanishib olsak, men E'zozxon Sarvarimni 3 farzandni onasi va zamonaviy kasblardan biri bo'lgan copywriting sohasida 6 yillik tajribaga ega bo'lgan mutaxassisman. Bundan tashqari shu sohada mingdan ziyod shogird chiqarganman. Ularning ham soha bo'yicha, ham shaxsiy muammolariga qo'limdan kelgancha yordam berganman. Lekin aksariyatining muammosi xuddi sizniki kabi vaqtni taqsimlash bilan bog'liq edi. Boshqalarga ham manfaatli bo'lishi uchun buni YouTube'ga joylashni ma'qul deb bildik. Yana aytganimdek, yaxshilab o'rganib olasiz, oldingizga daftar ruchka olasiz va videoni davomini ko'rishni boshlaysiz. Men sizga vaqtni taqsimlashda yordam beradigan, samaradorlikni oshirishda yordam beradigan 7 ta qadam haqida gapirib berishni boshladim. Demak, birinchi qadamdan ishimizni boshlaymiz. Birinchi qadam maqsad qo'yish. Bilasizmi, juda ham ko'pchilik inson maqsad bilan rejani farqiga bormaydi. Maqsad bilan rejani bir-biri bilan adashtirib qo'yadi. Misol uchun siz qaysidir kasbni o'rganmoqchi ekanligingiz, qaysidir fanni o'rganmoqchi ekanligingiz bu maqsad. Lekin o'shani o'rganish uchun qayerga borasiz, qachon borasiz, kimdan o'rganasiz, soat nechida borishingiz kerak mashg'ulotlarga, ana bularning hammasi reja hisoblanadi. Endi siz daftaringizni oling-da, o'zingiz uchun bitta maqsadni yozib qo'ying. Misol uchun nimada samaradorlikni oshirmoqchisiz? Nimani qoyillatib eplamoqchisiz? O'sha bo'yicha maqsadingizni yozib qo'ying. Misol uchun meni kesimda bu bo'lishi mumkin ingliz tilidan kasbiy sertifikatni olish. Siz uchun nima bo'lishi mumkin? Misol uchun siz yozib qo'yishingiz mumkin copywriting sohasini o'rganish. Demak, birinchi qadamimiz bizda maqsadni aniqlab olish hisoblanadi. Ikkinchi qadam mana shu maqsadga olib boradigan 3 ta asosiy vazifani belgilab olamiz. Bilasizmi, juda ko'pchilik insonlar nimada xato qiladi? Maqsadni qo'yadi, bu zo'r. Maqsadni aniq qilib qo'yadi. Lekin o'sha maqsadga olib boradigan 20 ta 30 ta topshiriqlarni o'ziga taxlab tashlaydi. Misol uchun shu yil men falon pul jamg'arma qilishim kerak bo'ldi. U jamg'armani qilish uchun falon ish qilishim kerak, pismadan ish qilishim kerak. O'zini oldiga 20-30 ta topshiriqni taxlab tashlaydi. Men bu bilan shug'ullanishim kerak, bu bilan shug'ullanishim kerak. Natijada nima bo'ladi? Natijada mana bu miyadagi diqqat bo'linib ketadi, parcha bo'lib ketadi. Va 20 ta 30 ta ishni hamin qadar qiladi qilsa ham. Balkim yetib ham bora olmaydi 20 ta 30-siga. Umuman olganda bu narsa ilojsiz. O'shaning uchun o'zingizni qiynamang. Diqqatingizni parcha-parcha, bo'laklab tashlamang. Eng kerakli bo'lgan, eng muhim bo'lgan 2-3 ta vazifani o'zingiz uchun belgilab oling. Misol uchun bu sizda bo'lishi mumkin. Deylik, copywriting sohasini o'rganayotgan bo'lsangiz, siz uchun bo'lishi mumkin bu 3 ta vazifa. Ustoz topish, o'rganiladigan chegarani belgilab olish. Deylik, copywriting juda ham keng soha, matan orqali daromad qilishning juda ham ko'p usullari bor. Siz o'zingiz uchun eng qiziq bo'lgan chegarani belgilab olishingiz mumkin. Misol uchun sotuvchi matn yozish, reelsga ssenariylar yozishni o'rganish, UX, UI copywritingni o'rganish. Umuman sizga qaysi biri qiziq bo'ladigan bo'lsa, o'shani belgilab olishingiz kerak. Butun boshli copywritingni emas. Va keyingisi o'zingizga deadline belgilab olishingiz mumkin. Misol uchun men o'zimga 1 oy vaqt belgilayman yoki 2 oy vaqt belgilayman. Deylik, falon vaqtni beraman o'zimga shu sohani o'rganish uchun. Deadline berishni men juda muhim deb hisoblayman, chunki shunda o'zingiz uchun mas'uliyatni yana ham yaxshiroq his qilgan bo'lasiz, o'zingizni oldingizda. Xo'p, diqqatingizni 20-30 ta topshiriqqa emas, aynan mana shu 3 ta topshiriqqa qaratadigan bo'lsangiz, samaradorlik nisbatan yuqoriroq bo'ladi. Men bu diqqatim ko'pga bo'linib ketmaydi. Eng kerakli narsalarga qaratilgani hisobiga stress sizda nisbatan kamroq bo'ladi. Aynan mana shunaqa holatda eng to'g'ri yo'l tutgan, vaziyatni o'zini qo'liga olgan, nazoratiga olgan va eng muhim o'zi uchun kerak bo'ladigan vazifalarni belgilab olgan va o'sha yo'ldan yurgan inson sifatida bitta shogirdimga juda ham e'tirof etib ketishi lozim deb bilaman. Bu Laylo Sobir qizi. Agar men Telegram kanalimga kirib Laylo deb shunaqa post qilib beradigansiz, millionta post bor. Aynan Laylo haqida. Uni mana shunaqa qilgan ishlar haqida. Xo'p, u nima qilgan? U oldiga maqsad qo'ygan. Copywritingni o'rganish, matn orqali daromad qilishni o'rganish. Oldiga xuddi shu 3 ta vazifani qo'ygan. Nima qilgan? To'g'ridan-to'g'ri meni o'zimga chiqqan. Opa, men copywritingni o'rganishim kerak. Kurs bormi, yo'q, so'rab ham o'tirmagan. Qachon o'rgatasiz, qachon dars ochasiz, uni ham so'rab o'tirmagan. Opa, men copywritingni o'rganishim kerak. Men sizni tanladim. Menda mana bunaqa holat bor, men buncha vaqtim bor. Iltimos menga o'rgating. Bo'ldi, 1-oktyabr kuni o'rganishni boshlagan, 20-oktyabr kuni ishli bo'lgan. Ishli bo'lganda ham shunchaki qaysidir loyiha uchun bittalik matn yozib bermagan. Bittalik qanaqadir buyurtma olmagan. Olcha.uz saytiga ishga kirgan.
maqsadni aniq qo'ygan, deadline'ni aniq qilgan, o'sha qo'ygan topshiriqlar bo'yicha harakatni boshlagan va ko'rib turganingiz natija shunaqa bo'lgan. Siz ham demak oldingizga qanaqadir maqsad qo'ygan ekansiz, unga olib boradigan 3 ta asosiy vazifani belgilab olsangiz, hozircha yetadi. Endi siz bilan 3-qadam haqida gaplashadigan bo'ladi. 3-qadam o'zingizni qaysi paytda kuchingiz ko'proq bo'lishini aniqlab oling. Bu jon tuyuladi. Hammada bir xil bo'lsa kerak, u yo'q, hammada bir xil emas. Hammani kuchi har doim bir xilda bo'lmaydi. Kimdadir samaradorlik ertalab yaxshiroq bo'ladi, kimdadir kechki payt yaxshiroq bo'ladi. Kimdir hamma ishini saranjomlab olgandan keyin tush paytida ayniqsa o'zini kuchga to'lgandek his qiladi. Masalan, 24 soat hammada bor, lekin hamma uni har xil taqsimot qiladi-da, baribir. Ana shu kuchga borib taqiladigan narsa. Misol uchun menda shunaqa bo'lgan, ilgari farzandim bitta paytida kooperatsiya sohasiga kirgan paytimda menda kuch ko'p bo'lgan. Kun davomida ham o'zimni yaxshi his qilganman. O'shaning uchun kunni birinchi yarmida bitta ishxonada ishlaganman, ikkinchi yarmida bitta ishxonaning ishini qilganman, kechqurun uxlashdan oldin bitta ishxonaning ishini qilganman, haftaning oxirida boshqa bir ishxonani. Lekin keyinchalik shunaqa vaziyat bo'ldi. Men kuchim qaysi payt ko'proq bo'lishini aniqlashimga to'g'ri keldi. Chunki mas'uliyatlarim soni oshdi va men resurs yetkazib bera olmay qoldim. Ya'ni energiyamni yetkazib bera olmay qoldim. Va o'shanda analiz qilib ko'rdim o'zim uchun. O'ylab ko'rsam, mening kuchim odatda kunni birinchi yarmida ko'proq bo'lar ekan. Kunni birinchi yarmida ko'proq bo'lgani uchun men o'zi qilishim kerak bo'lgan qiyin ishlarni, murakkab ishlarni va mendan ko'proq kuch va e'tibor talab qiladigan ishlarni kunni birinchi yarmiga qo'yadigan bo'ldim. Endi siz o'zingiz uchun shu narsani aniqlab oling. Qaysi paytda sizda kuch ko'proq bo'ladi? Kunni birinchi yarmidami, ikkinchi yarmidami, haftani boshidami, oyni boshidami, yilni boshidami, qaysi paytda? Va o'sha paytga o'zingiz uchun qiyinroq bo'lgan, murakkabroq bo'lgan va bajarish ko'proq e'tiboringizni talab qiladigan bo'lsa, o'sha ishlarni rejasini o'sha paytga qo'yib qo'ying. Haligi tepada siz bilan aytgan 3 ta vazifamiz bor edi. Aynan shu 3 ta vazifani bajarishni soatlarini ham mana shu vaqtga qarab reja qilsangiz, nur ustiga nur bo'ladi. Yana ham samaraliroq bo'ladi. 4-qadam siz qo'ydingiz maqsadni. Endi shu maqsadga borishingizda sizni chalg'itadigan narsalardan yo vaqtincha, yo butunlayga voz keching. Bunda butunlayga voz kechish salgina qiyinroq. Masalan, hammaning ham bu narsaga irodasi yetmaydi, vaziyati to'g'ri kelmaydi, sharoiti mos bo'lmaydi. Qisman voz kechib turishingiz mumkin. Deylik, siz yangi bir kasbni o'rganishni o'z oldingizga maqsad qilib qo'ydingiz, yangi bir sohani o'z oldingizga maqsad qilib qo'ydingiz, misol uchun o'rganishni. Lekin sizga bunda deylik ijtimoiy tarmoqlar xalal berishi mumkin, telefon xalal berishi mumkin. Shunaqa vaziyat bo'lgan. Men turmush o'rtog'im bilan biz imtihonga tayyorlanishimizga to'g'ri kelgan. Turmush o'rtog'im imtihonlarga. Va o'shanda ularning maqsadlari imtihondan o'tish, muvaffaqiyatli o'tish. Uligini nima xalal beradi? Telefon xalal beradi. Va ular mana shu narsani o'zlari uchun sinab turib, mana bunaqa telefondan oddiy knopkali telefonga o'tishlariga to'g'ri kelgan. Ya'ni bir muddat ularni chaltadigan narsadan voz kechganlar. Yoki yana masalan shunaqa shogirdlarim bor. Ko'pincha ular kooperativni o'rganishni boshlagan paytda Instagramdan cheklanadi ma'lum bir muddat. Ha, bizga Instagram ham kerak. Ha, biz Instagramga kontent qilishni ham o'rganamiz. Lekin o'sha muddatda o'zida o'rganadi. Qolgan paytda Instagramda short videolar ko'rishdan, YouTube'da short videolar ko'rishdan, o'zini tiyish maqsadida, o'zini chaltadigan narsalardan cheklash maqsadida vaqtincha log out qilib turadi, ya'ni chiqib turadi. Chaltadigan narsalar har doim ham juda bir katta ko'zga ko'rinarli narsa bo'lmaydi. Endi men ijtimoiy tarmoqni misol qildim, chunki ko'pchilikda ijtimoiy tarmoq muammo. Lekin aslida sizga kamroq foyda berayotgan, hozir muhim bo'lmagan, ahamiyati yuqori bo'lmagan boshqa ishlar bo'lishi ham mumkin. Masalan, siz prosta zerikkaningiz ham, shunchaki qanaqadir ovqat pishirishni o'rganishga qatnayotgan bo'lishingiz mumkin. Hozir bu muhim emas-ku. Maqsadingizga olib boradigan yo'l uchun hozir bu halal beruvchi narsa yoki shunchaki zerikkaningizdan yoga mashg'ulotiga qatnayapsiz. Hozir sizga yoga muhim emas-ku. Mana bu narsani cheklab turishingiz va diqqatingizni yana ham bir joyga yig'ib olishingiz mumkin bo'ladi. Yoki qanaqadir siz shunchaki chiqib yurishni afzal bilasiz, chiqib sayr qilmasangiz kuningizda nimadir bajarilmagandek bo'lib qoladi. Lekin bu sizni chaltadigan omil hisoblanadi. Kuchingizni oladigan, diqqatingizni oladigan narsa hisoblanadi. Demak, aytganimdek, butunlay emas, ma'lum bir vaqtga chegara qo'yib turib, mana shu odatlardan maqsadga erishib olguncha voz kechib tursangiz, foydangizga xizmat qiladi. Umuman olgandacha, siz shu videoni ko'ryapsizmi, demak, katta odamsiz. Bu degani siz mas'uliyat va nazoratni o'zingiz qo'lingizga olishingiz kerak. Endi siz bilan 5-qadam haqida gaplashamiz. 5-qadam meni eng yaxshi ko'rgan qadamlardan bittasi hisoblanadi. Bu ham bo'lsa, o'zingizni ruhlantiring. Bitta narsa borda, biz har doim ham oldimizga maqsad qo'yayotgan paytda aqlli maqsad qo'ymaymiz. Ba'zan kattaroq maqsad qo'yib yuboramiz, ba'zan noreal maqsad qo'yib yuboramiz va natijada bu narsa bizga stress beradi. Va jarayonda o'sha maqsadga qarab yurib borish paytida qanaqadir demotivatsiya bo'lishimiz juda ham oson bo'ladi. Выгорание deydi, o'zbek tilida nima bo'ladi bu narsa? Xullas, yonib ketishingiz oson bo'ladi. Siz shunchaki shunaqa muddat keladi, o'sha maqsad haqida o'ylamaysiz. U siz uchun qanaqadir ahamiyatini yo'qotadi. Bo'ldi, charchadim, kerakmi o'zi menga shu? Xullas, nafsimiz hunar ko'rsatishni boshlaydi. Ya'ni bu narsa nafsimizga xush kelmayapti-ku.
Bu uni qulaylikdan chiqishga majbur qilyapti-ku. Bizga aqlimiz sabablar o'ylab topib, bo'ldi, voz kech shundan, senga zararmi o'zi, u yoq bu yoq deyishni boshlaydi. Ana shunaqa paytda kishi o'zini o'zi ruhlantirishni bilishi kerak. Bu hammada har xil bo'ladi. Hamma har xil narsadan ruhlanadi. Misol uchun kimdir mazza qilib uxlab olsa, yana energiyaga to'la, kuch-quvvatga to'la bo'lib uyg'onadi. Kimdir esa mana shunaqa vaziyatda shopping qilishni afzal biladi. Yana kimdir shunchaki o'rtoq bilan o'tirib, bir stakandan kofe ichadigan bo'lsa, o'ziga kelib qoladi. Yana kimdadir bu narsa turmush o'rtog'i bilan vaqt o'tkazish, bolalar bilan vaqt o'tkazish bo'lishi mumkin. Masalan, menda nima bo'ladi? Maqsad qo'ygan paytimda mana oddiy misol YouTube'ga video qilishimiz kerak. Bu narsani uzoq vaqtdan beri o'ylayman. Lekin o'sha jarayon boshlanayotgan paytda menga har xil bahona o'ylab topyapti. Kerakmi o'zi senga shu, uxlamay ssenariy yozish, ssenariyni ko'rib chiqish, syomkaga borish, boshqa ish qilsang bo'ladi-ku. Bu paytda boshqa ishlar yaxshiroq foyda beradi-ku degan bahonalarni o'ylab topishni boshlayapti. Nima qilaman shunaqa paytda? O'sha motivatsiya o'ylayapti, his qilyapmanmi? Meni odatim, hammada har xil odat bo'ladi. Meni odatim shu paytda o'sha maqsadim amalga oshgandagi jarayonni tasavvur qilaman. Mana misol uchun hozir YouTube haqida gaplashdik. Demak, YouTube video qo'yadigan bo'lsam, bu qancha odamga foydali bo'ladi, qancha odam kommentariy yozadi, kuzatadi, boshqa qiladi. Menga o'xshagan progress ularda ham bo'lishni boshlaydi. Men bilasizmi, mana shu odamlarga foyda berish anaqasiga dofaminaga o'tirib qolganman desam bo'ladi. Mana shu narsani tasavvur qilaman, yo'q, qilish kerak shu ishni. Yana qaytadan kuchga to'laman, yana qaytadan ruhlanaman. Kerak bo'lsa uxlamasdan ssenariylarni yozib tayyorgarlik ko'rishim mumkin. Siz ham o'zingiz uchun o'ylab ko'ring. O'sha maqsad olib boradigan natijani hayolingizda tasavvur qiling. O'sha maqsad sizga nima beradi o'zi? Qanaqa transformatsiya bo'ladi? Hayotingizda nima o'zgarish bo'ladi? Misol uchun pravaga o'qiyapsiz, charchadingiz, zerikdingiz, joningiz yetadi, imtihondan qayta o'ta olmayapsiz. Xo'p, shu pravani olganingizdan keyin nima bo'ladi? Sizni nima kutyapti? Qanaqa yaxshi kunlar kutyapti o'sha prava bilan bog'liq? Tasavvur qiling, o'zingizni o'zingiz undashga harakat qiling. Yoki misol uchun yangi til o'rganmoqchisiz, lekin bu sizga qiyinlik qilyapti. Sizniki emas-ku bu narsa. Notabiiy tuyuladi boshida. Lekin shu tilni o'rganganingizdan keyin sizning hayotingizda nima o'zgarishlar bo'ladi? Siz uchun qancha katta eshiklar ochiladi? Siz uchun qanaqa katta foyda bo'lishi mumkin? Ana bu narsani tasavvur qilish ham sizni ba'zan yana qaytadan motivatsiya bo'lish, yana qaytadan ruhlanishingizga, yana qaytadan harakatga kelishingizga demak yordam beradi. Biling, har qanday odam maqsad qo'yib o'shanga qarab intilar ekan, shundan o'tadi. Shu jarayondan o'tadi. O'shaning uchun voy men bitta shu holatga tushdim, bevafo dunyo, men uchun emas ekan bu maqsadga erishish degan narsani xayolingizdan chiqarib tashlang. Nihoyat siz bilan biz 6-qadamgacha yetib keldik. Biz siz bilan maqsad qo'ydik. Maqsadga olib boradigan vazifalarni belgiladik. Kerak bo'lsa chaltadigan narsalarni, tikanlarni yo'limizdan olib tashladik. Undan keyin straxovka olib, kerak bo'lsa o'zimizni ruhlantiradigan narsalargacha o'ylab qo'ydik. Bo'ldi, biz yetarlicha tayyorgarlik ko'rib bo'ldik. Endi asosiy qismga keldik. Bo'ldi, shunda joyingizdan turing, harakatni boshlang. Tamam, shu qoldi. O'zimdan qiyos keltiraman-da sizga. Misol uchun, copywritingda faoliyatimni boshlagan paytimda meni blogim bo'lmagan. Copywriting haqidagi fikrlarim bo'lishadigan hech qayer bo'lmagan. Men uzoq o'ylaganman. Voy, hammani blogiga yozib beryapman, hammani sahifasi uchun matn tayyorlab beryapman. O'zim uchun qilsam shu narsani. Telegram blog ochishim kerak, konsepsiyasi bo'lishi kerak, kontent reja qilishim kerak, u yoq qilishim kerak, bu yoq kelishim kerak. Uzoq o'ylab yurganman. To'g'risi, juda ko'p vaqt boy berib qo'yganman. Keyin nima qilganman bir kuni? Prosta borganman, kanal ochganman. Shunchaki kanal ochganman. Hattoki e'tibor bersangiz agar, kanalimda borlar buni tasdiqlashim mumkin. Kanalning nomi bilan kanalning username bir xil emas. Ya'ni bu uzoq o'ylab qilingan ish emas edi o'sha paytda. Qanaqadir strategiya bilan qilingan ish emas edi. Shunchaki fikrlarim bo'lishib boradigan maydon edi. Ya'ni kanalimizning nomi Copywriter kundaligi, kanalimiz username Copywriter yo'q. Ya'ni kanalimiz nomi o'sha paytda Copywriter Ezo bo'lgan, Copywriter sarvarimda bo'lgan, keyin kanalimiz username esa Copywriter kundaligi. Hozir ikkalasi bitta. U payt unaqa bo'lmagan. Ya'ni buni shundoq borganman, kanalni ochganman, boshlaganman, fikrlarim bo'lishni, ekspertlik nuqtai nazaridan demak o'zimni munosabatlarimni bildirishni boshlaganimdan keyin kanal atrofida odamlar yig'ilishni boshlagan. O'sha kanal sabab eslayman, yillarki reklamaga bermasdan, yillarki faoliyatimni targ'ib qilmasdan, shunchaki sarafon marketing orqali 400-500 ta odamni o'qitgan edik. Biz o'shandan keyin sal u yoqqa reklama berib, demak auditoriya qamrab olishni boshlaganmiz. Tasavvur qilyapsizmi? Siz o'ylab yuraverasiz, reja qilib yuraverasiz, lekin hammaga shunday joyingizdan turib harakatni boshlashda bo'ladi. Masalan, sizda ham hozir qanaqadir reja bo'lishi mumkin, qanaqadir maqsad bo'lishi mumkin, uzoq o'ylayapsiz, uzoq tayyorgarlik ko'ryapsiz, lekin shunchaki surib yuribsiz bu narsani. Biling, hammasi shunchaki harakatdan boshlanadi. O'sha boya daftaringizga yozib qo'ygan maqsadingiz bor, tagidan yozib qo'ygan 3 ta vazifangiz bor, undan keyin yozgan chalg'ituvchi narsalaringiz bor, undan keyin yozgan ruhlantiradigan o'zingizga qanaqadir mashg'ulotingiz bor. Siz tayyorsiz. Turishingiz va ishga kirishingiz kerak. Endi sizda savol qoladi, xo'p, biz hammasini qilib bo'ldik-ku, harakatga ham kelib bo'ldik-ku. 7-qadam nima o'zi?
7-qadam aslida eng muhimi hisoblanadi. Yaxshi jonli, bizda bitta narsa borda. Biz ko'pincha muvaffaqiyatimizni zamirida nima yotishini bilmaymiz. Ko'p mehnat, ko'p harakat, ko'p qanaqadir shu narsa bilan shug'ullanganimiz, shuni ustida faoliyat yuritganimiz sabab bo'ladi deb hisoblaymiz. Lekin o'zingiz uchun bilib qo'ying, muvaffaqiyatning zamirida odatda tahlil yotadi. Muvaffaqiyatning zamirida odatda tahlil yotadi. Biz ish qilamiz, tamom. Kerak paytda dam olamiz, yana ish qilamiz. Yana kerak paytda dam olamiz, yana ish qilamiz. Lekin aslida bir muddat o'tgandan keyin, shu jarayon takrorlanishni boshlagandan keyin o'tirish kerak va bu narsani tahlil qilish kerak. Xo'p, shu kunga qadar nimalar qildik? Nima kamchiliklar bo'ldi? Nima plyuslar bo'ldi? Nima zaif tomonlarimiz bor ekan? Nima kuchli tomonlarimiz bor ekan? Nimani qoyillatar ekanmiz? Nima umuman qo'limizdan kelmas ekan? Mana bu narsani o'tirib ozgina tahlil qilib olishimiz kerak ekan. Misol uchun siz ingliz tilini o'rganishni boshladingiz, oradan 1 oy vaqt o'tdi. 1 oy kam vaqt emas. O'tirasiz va yozishni boshlaysiz. Xo'p, men 1 oyda nima progress qildim o'zi? Menda haligi A nuqta bilan B nuqtani o'rtasida qanaqa o'zgarish bo'ldi o'zi? Nimagacha keldim? Hech bo'lmasa beginnerni eplab qo'ydimmi? Hech bo'lmasa elementary darajasiga yetishimga qanchadir joy qoldimi? Yetay deb qoldimmi? O'zgarish bormi o'zi yoki vaqt sarflamaganim ma'qulmi bu narsaga? Mana bu narsani o'zingiz uchun o'tirib tahlil qilib olishingiz kerak. Misol uchun, matn orqali demak daromad qilishni o'rganishni boshladingiz, ya'ni copywritingni o'rganishni boshladingiz. Oradan bir muddat o'tgandan keyin o'zingizga o'tirib savol berishingiz kerak. Qo'lim kelisharmikin? Kelajagimni ko'ryapmanmi bu narsada? Men uchun foydali bo'lishiga hali ham ishonyapmanmi bu narsani? Yoki shuni olib boshqa ish qilganim ma'qulroqmi? Boshqasi ko'proq samara beradimi? Bu vaqt berish hammada har xil bo'ladi, jarayonga qarab bo'ladi, qo'ygan maqsadingizga qarab bo'ladi. Misol uchun ingliz tilini o'rganish bo'ladigan bo'lsa, siz 1 oyda o'sha nimadir o'zgarganini his qilishingiz, payqashingiz, sezishingiz mumkin. Copywritingni o'rganayotgan bo'lsangiz, 1 haftada yo'q sezasiz. 1 haftada yo'q bu siz uchunmi yoki yo'q o'zi bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Yoki qanaqadir boshqa narsa, deylik fitnessga chiqishni boshladingiz. 1 hafta 10 kunda siz xulosa qilishni boshlaysiz. Nafas olishingizda o'zgarish bo'ladi, taningizni his qilishingizda o'zgarish bo'ladi, harakatlaringizda o'zgarish bo'ladi. O'shanga o'xshab qanaqa maqsad qo'ygan bo'lsangiz, o'zingizga kichkinagina muddat bering va ana shu muddatdan keyin tahlil qilishga odatlaning. Lekin idealda bu juda ham zo'r bo'ladi. Mana shu tahlilni har kecha qilsangiz, ya'ni har kuni kechki paytda o'tirib qiladigan bo'lsangiz. Misol uchun kechki paytda o'tirib o'zingizga savollar berishingiz mumkin. Bugun nimalar qildim? Bugun nimalarga ulgurmadim? Bugun nimalar meni chalg'itdi? Nimalarni qoyil qilib bajardim? Nimalarga esa umuman qo'lim kelishmadi, uddala olmadim, eplay olmadim. Yoki nimalar menga xalaqit berdi. Ana bu narsani qilishingiz ertangi kuningizni samarador bo'lishiga, ertangi kuningizni bundan ham produktiv bo'lishiga, ertangi kuningiz bundan ham tartibli bo'lishiga yordam beradi. Ya'ni siz bugun ertaning fundamentini allaqachon qo'yib qo'ygan bo'lasiz. Xo'sh, shu bilan bizni tushuntirishimiz tugadimi? Yo'q, aslida eng qiziq endi boshlandi. Xo'sh, siz qanaqa maqsad qo'yishni, qanaqa reja qo'yishni, qanaqa unga erishishni o'rganib oldingiz. Vaqtingizni tartibga soldingiz. Sizda bo'sh vaqt paydo bo'ldi. Endi shu bo'sh vaqtni qanaqadir mazmunli mashg'ulot bilan band qilmoqchisiz. Agar shunaqa bo'lsa, to'g'ri manzildasiz, zo'r joydasiz. Men sizga zo'r tavsiya beraman. Ana shu bo'sh qolgan vaqtingizga copywritingni o'rganishingizni, so'z orqali sotuv qilishni, so'z orqali ta'sir qilishni, so'z orqali kimdadir qanday taassurot qoldirishni, so'z orqali kimnidir harakatga keltirishni o'rganib qo'yishingizni juda ham maslahat beraman. Chunki bu ko'nikma sizga bir umrga asqatadigan ko'nikma hisoblanadi. Qayerdan o'rganaman degan sizda savol paydo bo'layotgan bo'lsa, shundoq Telegramga kirasiz, izlaydigan joyga copywriter kundaligi deb yozasiz. Yoki men pastda izohlarda o'zimning Telegram kanalim ссылкасini prikripis qilib ham qo'yaman. Bu orqali o'tasiz va agar siz izohlarda mana shu YouTube videodan kelganingizni bildiradigan bo'lsangiz, admin sizga Xazina degan kanalimizning ссылкасini beradi. Chunki bu Xazina kanalimiz ссылкасы yopiq ссылка hisoblanadi, har doim berilavermaydi. U yerda nima bor deydigan bo'lsangiz, u yerda meni matn orqali daromad topishni o'rgatadigan $100 qachonlarda sotilgan kursim shundoq bepul dostupga qo'yilgan. Siz kirishingiz va bemalol matn orqali daromad qilishni o'rganishingiz mumkin. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, kommentlarda fikrlaringizni yozib qoldiring va yaqinlaringizga ulashib qo'ying. Salomat bo'ling.